Paxtachilik mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Keyingi yillarda tarmoqni innovatsion texnologiyalar, ilm-fan integratsiyasi, xorijiy ilg'or tajribalar asosida rivojlantirishga e'tibor yanada kuchaytirilmoqda. Binobarin, paxta ekiladigan yerlar nisbatan qisqartirilayotgan bo'lishiga qaramay, hosildorlikning ortishi hisobidan mahsulot tayyorlash hajmi saqlanib qolmoqda. Muhimi, yaqinlargacha yurtimizda yetishtirilayotgan paxta tolasining atigi 40% qayta ishlangan bo'lsa, bugungi kunda 100% xom ashyo o'zimizda qayta ishlanmoqda. Viloyatimizda joriy yilda 1858 ta fermer xo'jaligi dalalarining 60 ming gektar yeriga chigit qadalib, asosiy maydonlarda to'liq sog'lom nihol undirildi. Ayni paytda ekin qator oralari dastlabki agrotexnik ishlovdan chiqarilmoqda. Zotan bugun qishloq mulkdorlari uchun eng mas'uliyatli va dolzarb palla hisoblanadi. Chunki ob-havoning kundan kunga o'zgarib borayotgani dalalarda zararkunanda hasharotlarning qo'zg'alishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari, qatqaloqni yumshatish, g'o'za nihollarini ob-hayotga qondirish, yagona tadbirlarni o'tkazish ham eng muhim agrotexnik yumushlar sirasiga kiradi. Viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan Narpay tumanidagi O'zbekiston muqobil mashina traktor parkiga qarashli Sayfi Quvonov fermer xo'jaligi dalasida Respublika Prezidenti huzuridagi paxtachilik kengashi a'zolari, soha mutaxassislari, fermerlar, fitosanitar nazorati davlat inspektorlari ishtirokida o'tkazilgan ko'rgazmali o'quv seminarda ham hududlarda g'o'za parvarishi bilan bog'liq ishlar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi. Shu kecha kunduzda amalga oshirilishi zarur bo'lgan vazifalar belgilandi. Viloyatimiz bo'yicha 2025-yilda 60 ming gektar maydonda chigit qadalib parvarish qilinyapti. Mana bugungi kunda paxta 4-5 chimbarka ketdi, oldi paxtalar. 4-5 kunda shonalash fazasiga ham o'tadi. Endi bugungi kunda ayni dolzarb masala mana shu paxta g'o'zani rivojlantirishda, g'o'zani agrotexnikasida o'g'it berish, kultivatsiya, chopiq, shu bilan birgalikda to'g'ridan-to'g'ri zararkunanda va hasharotlarga qarshi kurash eng asosiy masala hisoblanadi. Mana ayni paytda g'o'zaga jiddiy ta'sir qiladigan shira trips ayrim joylarda ozmiz ta'sirini ko'rsatdi. Dehqonlarimiz, fermerlarimiz qarab turgani yo'q, bunga qarshi kurash choralari qo'llanilgan. Kimyoviy vositalar bilan hali foydalangancha yo'q. Faqat biomahsulotlar bilan oltin ko'zli emagasi, tuxumi, lichinkasidan foydalanib ko'p maydonlar tozalandi. Endi mana ko'ryapmiz, temperatura 40 gradusgacha yetib boryapti. Dalalarda aylanib, dala atroflarida, chetlarida ko'ryapmiz, o'rgamchak kanani dastlabki avlodlari rivojlanib, tuxum qo'yib ko'payishni boshlab yubordi. Buning uchun har bitta tumanda seminarlar o'tkazib, fermerlar bilan, agroklasterlar bilan gaplashganda o'zimiz tavsiyamizni beryapmiz. Dala chetlarini zudlik bilan kimyoviy obработка o'tkazish, lozim topilsa ayrim joylarda dala ichkariga kirgan bo'lsa to'liq maydonda ishlash bo'yicha tavsiya beryapmiz. O'rgamchakkanaga qarshi kurashda biomahsulotlardan foydalansa bo'ladi, lekin agar uni iqtisodiy zarar ko'rsatish mezoni yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, albatta kimyoviy vosita bilan ishlov bermaydigan bo'lsak, buni oldini ola olmaymiz. Mana shu masalalarda har bir fermerga, har bir klasterga, har bir dehqonga yetkazyapmiz. Har bir tumanda o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmamizning inspektorlariga mana shu vazifa yuklatilgan. Joylarda o'rganib, dalama-dala yurib, fermer bilan daladagi zararkunandani, begona o'tni, kasallikni fermerga ko'rsatib, unga qarshi chora qanday qo'llaniladi, qanday ishlasak shu kasallik va zararkunandani oldini olamiz. O'sha bo'yicha tavsiyalarni berib bormoqda. Viloyatimizda 32 ta biolaboratoriya faoliyat yurityapti. Har bir paxtakor tumanda 3 tadan 4 tadan ayrim tumanlarda, masalan, Pastarg'om tumanida 10 tagacha biolaboratoriya faoliyat yurityapti. Biolaboratoriyalarda ko'paytirilayotgan biomahsulotlarni grafik asosida har bitta fermer dalasiga ertalabki salqinda va kechki salqin vaqtda soat 4-5 dan keyin dalaga belgilangan tartibda xodimlar bilan o'rnatib, mana shunday zararkunandaga qarshi kurash choralari olib borilyapti. Ma'lumot uchun aytish kerakki, paxtachilik kengashi a'zolaridan iborat ishchi guruhi bir necha kundan buyon tumanlarda bo'lib, murg'ak nihollar rivoji, uni oziqlantirish, hasharotlarga qarshi kurash choralari, dala chetiga yashil belbog'lar yaratish, bo'sh yerlarga oziq-ovqat ekinlarini joylashtirish bo'yicha amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlar bilan yaqindan tanishib, klaster fermer xo'jaligi rahbarlariga bu sohadagi kamchiliklarni tezkor ravishda tugatish yuzasidan tegishli tavsiya maslahatlarini berib kelishmoqda. Sababi ayrim tuman fermer xo'jaliklari dalasida bu sohada muammolar juda ko'p. Ko'rgazmali seminarda kamchiliklar ro'yi rost ko'rsatilib, uni bartaraf etish bo'yicha topshiriqlar berildi.
Institutimiz olimlari bilan biz kelib monitoring o'tkazmoqdamiz va fermerlarimizga bevosita har bir dalani holatidan kelib chiqib, aniq ilmiy asoslangan tavsiyalarni berib kelmoqdamiz. Xususan mana biz bugungacha mana Pastarg'om, Ishtixon, Oqdaryo, Payariq tumanlarida bo'ldik. Mana bugun Narpay tumanidamiz. Mana shu dalalarda ham mana xorijiy nav ekilgan dalada ayrim ishlar talab darajasida emasligi ko'rinib qoldi. Xususan bugungi kunda kunni haddan tashqari harorat ko'tarilib ketganligi natijasida demak paxtalarda o'rgimchikkana keng tarqalganligi, bungacha shira tripsi tarqalganligi va qisman zarar yetkazganligi ko'rinib qoldi. Shuning uchun bugungi o'tkazilgan seminarda mutaxassislar tomonidan demak mana shu hasharotlarga qarshi, zararkunandalarga qarshi kurash bo'yicha zudlik bilan kurash choralarini ko'rish, xususan biomateriallar, entomofaglarni oltin ko'zni tarqatish tavsiya qilindi. Undan tashqari aksariyat maydonlarda yomg'irdan keyin yerlar qotib ketganligi, achchiq zax to'planganligini inobatga olib, biz zudlik bilan kultivatsiya tadbirlarini o'tkazish, chuqur yumshatishni o'tkazishni tavsiya qildik. Shuningdek, g'o'zani birinchi oziqlantirishini 50 kilogramm sof holda azotli o'g'itlar bilan hamda o'sha kaliyli o'g'itlar bilan o'g'itlantirishni tavsiya qildik. G'o'zani holatidan, yerosti suvlarini uzoq joylashganligidan kelib chiqib, yengil sug'orish ishlarini ham tavsiya qildik. Undan tashqari bugungi kunda mana shu o'simliklarning yaxshiroq rivojlanishi uchun bargidan oziqlantirish, suspinziya sepish tavsiya qilindi. Karbamid eritmadan tayyorlab, undan tashqari har xil stimulyatorlar tarkibida mikroelementlar bo'lgan o'sha tavsiya qilingan preparatlarni sepishni biz zudlik bilan ishlov berish orqali rivojlantirishni, o'sish rivojlanishini tezlatish tavsiya qilindi. Shuningdek, bugungi seminar davomida biz dehqonlarimizga har yilgidan ham bu yilgi ekish sxemasidan tortib, ko'chat qalinligi oshganligi, ekish sxemasi o'zgarganligi, ya'ni 76 yakka qator, 76 qo'sh qator sxemada ekilganligini inobatga olib, fermerlarimizga biz tavsiyalar berdik. Ko'chat qalinligini, demak, intensiv texnologiyada yakka qator ekilganda 180-200 mingdan, qo'sh qator ekilganda 220-240 minggacha qoldirishi yagonalash tadbiri davom etmoqda. Bu yil boshidan albatta tavsiyalar berilgan, yana bugungi kunda yana bir eslatib, shunga yarasha demak o'sishni boshqarish bo'yicha ham olimlarimiz tomonidan tayyorlangan tavsiyalarni yana bir bor fermerlarimizga yetkazdik va bugungi kunda o'sha 4-5 chimbarkda rivojlanayotgan g'o'zalarga 5-6 grammdan demak entajan preparati bilan ishlov berish, o'sishni boshqaruvchi moddasi bilan o'sha shonalashga kelib qolgan 5-6 jamg'anda 15-20 grammdan demak entajanni qo'llash bo'yicha ham alohida tavsiyalar berildi. Ko'rgazmali seminarda g'o'za parvarishi bilan bog'liq barcha agrotexnologik tadbirlarni o'z muddatida sifatli o'tkazishning ahamiyati haqida alohida so'z yuritildi. Ayniqsa bu yilgi sharoitda 10.713 gektar maydonga Xitoy intensiv agrotexnologiyalari asosida 76 ga 10 santimetrli qo'shqator sxemada g'o'za o'stirilayotgani, 9.340 gektarda xorijiy navdagi paxta yetishtirilayotgani klaster rahbarlari, fermer, mutaxassislar zimmasiga alohida mas'uliyat yuklaydi. To'g'ri, xorijiy agrotexnologiya urug'likni qo'llash yuqori xarajat talab qiladi, biroq uning samaradorligi ham bisyor. Sababi xorijiy urug'lar kasallikka chalinmaydi, tez pishadi, hosildor tola chiqishi yuqori darajada. Shuni o'ziyoq sarflanayotgan mablag' kelajakda foyda bilan to'ldirilishini ko'rsatmoqda. Bu o'rinda har qarich yerni daromadli ekinlar bilan band qilishning ham iqtisodiy natijadorligi bor. Biz hurmatli fermerlarimizga, dehqonlarimizga o'sha mana seminar davomida, mana monitoring davomida, uchrashuvlar davomida tushuntiryapmiz. Xorijdan kelgan navlarni afzalligi bizning navlarimizdan unaqa ustun emas. Umuman olganda bizning navlarimiz mahalliy sharoitga moslashgan, tez pishar, tola sifati yuqoriligi bilan farqlanadi. Suv tanqisligi, sho'rlanish va hokazo yuqori haroratga ham chidamligi bizning navlarda ustunligi bor. Lekin shu bilan bir vaqtning o'zida xorijiy navlarda demak ko'sak qurtiga chidamlik geni, Bacillus thuringiensis o'sha BT geni kiritilgan. Aksariyatida ikkitadan qo'shaloq genlar bor. Hamda ayrim navlarimizda xorijdan keltirilgan navlarda
demak glifosatga, ya'ni gerbisidga chidamli geni bor. Bular nima uchun kerak? Birinchisi, mana ko'sak qurtiga chidamlik bilasizlar, mana ko'sak qurtining zarari katta. Bizni respublikamizda turli viloyatlarda keng tarqalib, katta zarar yetkazadigan joylarda bor. O'sha joylarda demak bu ko'sak qurtiga chidamli geni bo'lgan navlarni ekish yuqori samara berishi demak o'tgan yilgi tajribada tasdiqlandi. Qolaversa, dalalarimizda begona o'tlar ko'payib ketganligini, 1 yillik va 2 yillik begona o'tlar ko'pligini inobatga olib, demak tarkibida glifosatga chidamli geni bo'lgan g'o'za maydonlarida biz ekishdan oldin ham tavsiya qilganmiz, ekish bilan baravar tavsiya qilganmiz va bugungi kunda ham demak bularga o'sha glifosat tarkibiga ega bo'lgan gerbisidlarni, ya'ni begona o'tlarga qarshi kurashni qo'llashni tavsiya etyapmiz. Mahalliy navlarimiz ekilgan, mana shu ilg'or texnologiyada ekilgan joylarda o't bosgan bo'lsa, ularga biz o'sha ko'p yillar davomida sinovdan o'tgan tanlab ta'sir etuvchi, ya'ni mahalliy navlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan gerbisidlarni sepishni tavsiya qildik. Albatta, mana hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan o'sha dala chetlarini obodonlashtirish, o'zlashtirish bo'yicha mana topshiriq bo'lgan. Sho'rgilos, shpanga, tokzorlar barpo etish, tutzorlar, terak va hokazo o'sha daraxtlarni ekish, qolaversa oziqa ekinlar, sabzavot ekinlari, oshqovoq, demak kabi ekinlarni ekish topshirig'i bo'lgan va bu bo'yicha ham demak hamma joyda ham birdek yetarli darajada tashkil etilmaganligini ko'rdik. Buni albatta karantin agentligi va suvlarni himoya qilish agentligi tomonidan bu nazoratga olingan. Shu tadbirlarni amalga oshirgan fermerlarimizga imtiyozlar ham berilgan. Qolaversa bu oziq-ovqat xavfsizligi degani, qo'shimcha oziq-ovqat, qo'shimcha eksport degani kelgusida o'sha demak o'sha shpankaga, achchiq gilosga, demak uzum mahsulotlariga talab katta. Bizni demak imkoniyatlarimiz yana ham kengayib, o'sha dehqonimizga qo'shimcha daromad bo'ladi degani. Bugungi kunda eng dolzarb vazifalardan biri hasharotlarga qarshi keskin kurash choralarini kuchaytirishdan iborat. Tuman o'simliklar karantini va himoyasi bo'limining fitosanitar nazorat davlat inspektorlari tomonidan har bir dalaning holati o'rganilib, g'o'za tunlami yoki o'rgimchakkana xavfi bor maydonlar biologik usulda ishlovdan chiqarilmoqda. Joylarda feromon tutqichlar o'rnatilgani yaxshi natija bermoqda. Narpay tumanimizda 9162 gektar paxta ekilib, mana bugungi kunda parvarish qilinmoqda. Hozirgi kunda asosiy tadbirlarimizdan mana paxtada uchraydigan zararkunanda hasharotlar, shira, tripis, o'rgamchakkanaga qarshi ishlar olib borilmoqda. Tumanimizda 9 ta karantin inspektori faoliyat yurityapti. Barcha inspektorlarga o'zlariga biriktirilgan hududlarga chiqib, fermerlarning har 2 gektariga bittadan feromon tutqichlar o'rnatilyapti. Feromon tutqichlar bir sutkada kuzatilganda 6-7 tagacha tushganda tullamlar. Ularga biologik ishlovlar o'tkazilmoqda. Undan ko'payganda kimyoviy ishlovlar o'tkazish tavsiyalar berilmoqda. Barcha agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazganimizda oldimizga qo'yilgan mo'l hosillar olinishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ob-havomizda salqin kelgani 1-2 kun bu shira tripsni ko'payishiga asosiy omil bo'lmoqda. Mana endi yana 1-2 kunda temperaturani ko'tarilishidan biz albatta har 1 gektariga 1000 donadan oltin ko'z urug'i 1 grammdan trixogramma qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu agar achak zonalar bo'lsa 2000 donadan oltin ko'z urug'i qo'yishimiz kerak. 2 grammdan trixogramma qo'yishimiz kerak. Bu biofondni yaxshilash maqsadida doimiy biologik ishlovlar o'tkazilishi kerak. Hozir biz mana O'zbekiston MTP hududidagi Saypquvonov fermer xo'jaligidamiz. Mana nahallar to'liq olingan paxta nahallar barcha zararkunanda va hasharotlarga qarshi o'z vaqtida kimyoviy biologik ishlovlarni o'tkazsak, bu yerdan Xudo xohlasa 50-60 sentner hosil olishimiz mumkin.
Qishloq xo'jalik ekinlari zarar kunandalariga qarshi kurashda ham ekologik, ham iqtisodiy jihatdan biologik usulning ahamiyati katta. Shu boisdan ham hududlarda 215 ta biolaboratoriyalar faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, uning 36 tasi mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi korxonalardir. Hozirgi kunda bunday innovatsion bo'g'inlarda yetishtirilayotgan oltin ko'z, trixogramma, gabrobrakon zarar kunanda hasharotlarning asosiy kushandasi hisoblanadi. Narpay tumanida ham bu sohada katta tajriba to'planib, biologik usuldan samarali foydalanilmoqda. Narpay Milliy bobo o'simliklar bioklinikasi ham shunday ishlab chiqarish bo'g'inlaridan biri. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishimizda asosan foydali manfaatlardan oltin ko'z, trixogramma, brakan, gabrobrakon yetishtiramiz bizlar. Hozir bularning afzallik tomonlari ekologik toza mahsulotlarimiz uchun ham fermerlarga iqtisodiy jihatdan samarali biomahsulotlar hisoblanadi. Bularning eng afzal tomonlari dala sharoitida ko'payilmagani uchun bizlar xona sharoitida, biolaboratoriya sharoitida ko'paytiramiz bularni, foydali manfaatlarni. Asosan erta bahorlarda g'alla maydonlaridan boshlab biofond yaratish maqsadida dalalarga chiqaramiz. Oltin ko'z biomahsulotlar birinchi maqsadda. Undan davomatiga urug'lari uchun trixogrammalar yetishtirib va dalalarga tarqatilamiz. Narpay tumanimizdagi 9662 gektar paxta maydon bo'lsa, shundan 6595 gektar g'alla maydoniga xizmat ko'rsatamiz. Tumanimizda 3 ta biolaboratoriya bor. O'shandan 4000 gektariga Narpay Milliy bobo o'simliklar bioklinikasi xizmat ko'rsatadi. Undan yana 4000 ga Qozigint agro biolaboratoriyasi xizmat ko'rsatadi. Undan qolgan maydoniga klasterimizning klinikasi xizmat ko'rsatadi. Fermerlarimiz hozir juda ham millatdor, juda ham xursand, sababi buni tan narxi juda ham arzon. Bu yerda hosilni ham yo'qotmaydi. O'shani evaziga biomahsulotlar ko'p yetishtiriladi. Kelgusida shunday foydali ne'matlarni yetishtirmoqchimiz. Mumkin qurtlarni ko'rganingizdek juda ham yaxshi ko'paytiryapmiz, tayyorlayapmiz. Zaxiramiz ancha yetarli bo'lib qoldi. Shu oydan boshlab foydali ne'matlarni yetishtirib tabiatga chiqarishga harakat qilamiz. Haqiqatdan ham qishloq xo'jalik mahsulotlaridan yuqori hosil olish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugun joylarda ushbu maqsad yo'lida ilg'or innovatsion agrotexnologiyalarni amaliyotga joriy etish, ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanishga alohida urg'u berilmoqda. O'tkazilayotgan ko'rgazmali seminarlardan maqsad ham fermer mutaxassislarga tarmoqda qo'llanilayotgan yangi istiqbolli tashabbuslarning afzalliklari, samaradorligini tushuntirish, keng targ'ib etish, uni joriy etishdan iborat. Xullas, zamon bilan hamnafas bo'lish, dehqonchilik madaniyatini takomillashtirish bugungi ildam harakat kelajagimiz poydevorini mustahkamlab, ko'zlangan maqsadga erishishda muhim omil hisoblanadi.